Salom, sizlar bilan pul energiyasi haqida gaplashmoqchiman. Nerealniy tuyulishi mumkin, lekin bu jarayon уже boshlanmoqda. Bu yog'iga pul energiyasi umuman o'zgaradi. Yer sayyoramizda ma'lumotlar oqimida resurslar, inson omili o'zaro munosabatda bo'ladi doim. Bu o'zgarishda. Jamiyat o'zgaradi, sifrovoy tizim shakllanmoqda. После страшного kovida bilamiz, hamma narsa onlaynlashdi. Bu degani aynan pul tizimi resursni butunlay mohiyatini o'zgartirib yuboradi. Ya'ni agar avvalgi vaqtlar oralig'ida insonlar pullar bilan muhtojlik yuzasidan, ehtiyoj yuzasidan munosabatga kirishgan bo'lsa, hozir bu holat yaratuvchi plus yaratuvchi bosqichiga chiqadi. Ya'ni bu nima degani? Bu degani inson resursi o'z ichki dunyosini o'zgartirish, ichini to'ldirish, ruhiyatini o'stirish, duxovniy o'sish nuqtai nazaridan insoniyat ruhiy o'sadi va o'ziga pulga nisbatan muhtojlik sifatida emas, balki ozod bo'lgan inson, nima deydi, любой muhtojlikdan ozod bo'lish lozim bo'lgan inson sifatida qaraydi. Ya'ni hayot davom ehtiyoji uchun shunchaki pul ehtiyoj bo'ldi. Muhtojlik emas, kerak, muhtoj, qaramlik tuyg'ulari yo'qoladi. Masalan, hayot davom etmoq uchun qoniqish olish kerak. Pul orqali masalan yeyish, ichish, kiyish. Bu birinchi o'rinda bo'lmaydi. Birinchi o'rinda duxovniy rost bo'lib ketadi. Ya'ni insonni aqliy o'zgarishi, aqliy kamolotga erishishi. Va o'sha inson hayoti uchun, qoniqtirish uchun eng kerakli bu pul degan ta'limotlar chiqib ketadi. Ya'ni buni yanada chuqurroq tushuntiraman. Inson omili ong bilan, tafakkur bilan mentalniy ozodlikka chiqadi. Ya'ni bezumniy ideyalar, kreativ ideyalar, kim shunaqa ideya, уже blogerlar boshlagan sezgan bo'lsanglar. Kimda bezumniy ideya bormi, kreativniy ideya bormi, unga pul kelyapti. Pul energiyasi bu yog'iga shunaqa bezumstvani, kreativniy ideyalarni, g'oyalarni, aqlga sig'mas darajada, tafakkurga sig'mas darajadagi g'oyalarni qo'llab-quvvatlashni boshlaydi. Bu pul haqidagi taassurotlarimizni umuman o'zgartiradi. Tor doirada emas, keng doiraga o'tadi pul. Masalan, hozir biz sezmay qoldik-ku pulni qanaqa qilib kripto tizimga o'tib ketganini, naqd pul tizimidan elektron tizimga o'tganini, kriptoga o'tganini. Bu yog'i ham xuddi shunaqa tez bo'ladi. Va bunda prostranstvo ham buni qo'llab-quvvatlaydi va biz uchun tushunarsiz holatlarda pullar kelishni boshlaydi.